Videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar, narxini oxirida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli BBC Trax kanali kuzatuvchilari, hurmatli xaridorlarimiz va bizni YouTube video hostingida kuzatayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun sizlarga biz Pfaff Tiger VR modelidan yangi texnika kutib oling, bortlik Stentum bo'lgan yangi yuk avtofurgonni birgalikda sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. Dvigatelimiz o'sha siz bilgan 2 litrli turbinadumli Pfaff original o'zini zavodskoy dvigateli turibdi hamda 130 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Avtofurgonimiz benzin yoqilg'isida harakatlanadi va o'rtacha 100 kilometrga 10-12 ta yoqilg'i sarf qiladi. Sizlar ushbu yuk avtofurgonimizga metan yoki propan gaz uskunasini bemalol muammosiz o'rnatsanglar bo'ladi. Bizni keng zamonaviy yumshoq o'rindiqlarga ega bo'lgan sidenali kutyapti. 3 o'rindiqli zavodskoy holatda bo'ladi. Rullarimiz ko'rib turganingizdek multi rul, oynalarimiz elektronik ko'tarib tushirish imkoniyatiga ega, Android monitor, oldi orqani kuzatib boruvchi video nablijoniyligiga ega bo'ladi hamda ko'rib turganingizdek konditsioner, pechka va shunga o'xshash bo'lgan barcha keng qulay imkoniyatlar yaratilgan. Va siz buni xarid qilgan holatda haydab ko'rib, живой his qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar, narxini oxirida aytib o'tamiz. Avtofurgonimizning umumiy uzunliklariga to'xtalib o'tsak, hurmatli xaridorlar, uzunligi 5 metr 56 sm bo'ladi, eni 2 metrga, bo'yi 2 metr 20 sm ni tashkil qilmoqda. Yuk ortish bort qismini uzunliklariga ham to'xtalib o'tamiz. Uzunligi 3 metr 80 sm, eni hamda bo'yi kvadrat shaklda 2 metrdan bo'ladi. Yuk ortish qobiliyati 2 tonnani tashkil qilmoqda hamda yuk avtofurgonimizning umumiy og'irligi bo'lsa 4 tonna 500 ni tashkil qilmoqda. Xo'p, balonlarimizni ko'rsatib qo'ying. Balonlarimiz orqada bo'sh balon bo'ladi. O'lchami 15-o'lchamdagi shinalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bu yerda yashigi bor. Bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan asbob uskunalarni, jihozlaringizni solib ketasiz. Va eng qiziqarli pallasiga ham yetib keldik. Hurmatli xaridorlar, va'da qilganimizdek bu yuk avtofurgonimizni narxini aytib o'tamiz. Xo'p, bugungi kunda uning narxi 329 million so'mni tashkil qilmoqda. Biroq siz uni aksiya doirasida juda ham hamyonbop narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Bor yo'g'i 320 million 880 ming so'mga ushbu yuk avtofurgonni rasmiy dilerlik markazimiz BBC Trax avtosaloniga tashrif buyurib xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sizda yana qo'shimcha savol tug'ilsa, batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Sizlarni BBC Trax rasmiy dilerlik markazimizda kutib qolamiz. O'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar.